Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va qadrli mehmonlar. Sizlar bilan bugun TBC Bank ilovasidan Tekinga salon kart, ya'ni Humo kartani zakaz qilishni o'rganamiz. Va Osmon kart haqida ham bugun ma'lumot berib o'taman. Videoni to'liq ko'rishingizni tavsiya berib qolaman. Videoni ko'rishdan oldin albatta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yishingizni so'rab qolamiz. Xo'p, do'stlar, shu videomni kommentariyasida va video описаниесida va Telegram kanalimda havola qoldiraman. Bemalol o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. TBC Bank ilovasiga agar yuklamagan bo'lsangiz, yuklagan bo'ladigan bo'lsangiz, xuddi mana shunga o'xshagan havola bo'ladi. Bemalol o'tib olishingiz mumkin. Agarda sizda bu ilova oldindan bo'ladigan bo'lsa, taklif promo kodini kiritib, Tekinga zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi salon kartasini. Bu kartaning afzalliklari juda ko'p. Eng asosiysi bizga o'zimizga eng yaqin TBC Bank ofisigacha, ya'ni topshirish punktigacha Tekinga yetkazib beriladi. Viloyatning uzoqligiga qarab 2 kundan 1 haftagacha cho'zilishi mumkin. Kartangiz kelganidan so'ng sizga SMS TBC Bankning o'zidan, ilovani o'zidan bildirishnoma va sizga yaqin bo'lgan TBC Bank ofisi xodimidan ham SMS xabarnoma keladi. Ya'ni 3 tarafdan SMS keladi, uni o'tkazib yuborishingiz nereal. Ya'ni o'sha u konvertchada kartangiz keladi, konvertchada sizning telefon raqamingiz bo'ladi, xodim o'sha SMS yuboradi unaqa o'sha konvertdagi raqamlarga. Xo'p, kartani faollashtirish esa o'zingiz qilib olasiz. Bu juda oson, hech qanday qiyinchilik yo'q. Buni ham video davomida aytib o'taman. Xo'p, salon kartani endi afzalliklarini yana bir sanab berishimiz kerak bo'ladi. Salon kartdan eng zo'r tomonlaridan biri, siz bankomatdan naqd pul yechganingizda har xil bankomat bor, ya'ni bankomatlari har xil foiz oladi. Aytaylik, Davrbank 0.5% oladi, eng kam oladigani mana shu men biladiganim. Ili 2% gacha oladigan bankomatlar bor. Endi kundan ham ko'p oladiganlar bor, men biladiganim 2% gacha. Ana endi siz shu 2% ni qaytarib olsangiz bo'ladi, ya'ni ma'lum bir miqdorgacha 10 million eng maksimali deyilgan. Ya'ni bu degani siz aytaylik 1 oyda, hozir fevral oyi bo'ladigan bo'lsa, fevral oyida sizga 10 million limit ajratadi TBC Bank. Bankomatdan borib 10 million so'mgacha pul yechadigan bo'lsangiz, eng maksimalida o'sha pulni sizga bonusi oyini, ya'ni keladigan mart oyini 10-sanasigacha, 10-sanasigacha sizga kartangizga bonus sifatida tashlab beradi. Ya'ni u bonus xuddi puldek bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha pulni qaytarib beradi desak ham bo'ladi. 10 milliondan u yog'iga o'sha foiz oladi, u foizni to'lab bermaydi. Ya'ni 10 million so'm pul yechadigan bo'lsangiz, sizga 100 ming so'm tashlab beradi do'stlar. Tasavvur qilyapsizmi? 100 ming so'mni siz tejab qolasiz. Xo'p. Ya'ni 100 ming so'mdan o'zi 1% oladigan bo'lsa bankomat o'rtacha hisobda 1 milliondan 10 ming so'm, 10 milliondan 100 ming so'm pul sizni hisobingizdan ketadi. Endi u darajada ko'p nima qiladiganlar ham yo'q, o'zi u darajaga oylik может kimlargadir asqotib qoladi bu narsa. 5 million bo'ladigan bo'lsa 50 ming so'm pulingizni tejab qolasiz. Komissiyani oladi, yechib oladi, o'sha pulni yechib olganingizdan so'ng bankomatdan kelasi oy 10-sanasigacha sizga tashlab beriladi. U kartangiz istoriyasida bo'ladi, salon kartning istoriyasida. Iloji boricha salon kartdan pul yeching. Misol uchun, siz qaysidir davlat ishida yoki boshqa bir tashkilotda ishlaysiz, 5 million oylik olasiz. Ya'ni 10 million oylik olasiz deylik. O'shandan 5 million so'mini naqd qilib olmoqchisiz. 5 million so'mini salon kartga o'tkazib chiqarasiz. Bu sizga juda foydali. Endi kimdir o'tirgan joydan aytishi mumkin, kartadan kartaga o'tkazish uchun foiz bor-ku degan nimani aytish mumkin, lekin TBC Bank o'zida ham foizsiz sharoiti bor. 5 milliongacha, 10 milliongacha bemalol o'tkazsa bo'ladi. Kartani TBC Bank ilovasiga qo'yasiz, shu o'tkazib olasiz. G'aznada 5 million so'mgacha bor. Befoiz o'tkazma. Hamkorbankda ham bo'lishi kerak. Paynet ilovasida bor, absolut 3 million so'm har oy beradi. 3 million befoiz o'tkazish uchun har oy beradi.
Xudo onu bergan oyida 3 million web foiz o'tkazsangiz bo'ladi. O'sha bu haqda ham video qilib bir taxlamoqchi bo'lyapman, lekin shu bu nima deydi, ilovalarni maxfiylik xizmatlari bor, o'shalarni hisobidan ham ekran zapis qilib bo'lmaydi. Endi o'sha orada xato narsa ham ketib qolsa, biz ma'lumotlarni uxlatib ham ketadilar, sababi hozir salgina nozik deydi-ku vaqt. Xo'p, shunaqa. Bemalol foizni foizsiz bankomatlardan pul yechsangiz bo'ladi. Uzun karta bor edi, uzun viza kartasidan shunaqa edi, 100 million so'mgacha edi u janovar. Lekin uni vaqti tugadi. U 31-yanvargacha edi. Uni vaqti tugadi. Endi hech kim cho'zgani yo'q, cho'zilgani yo'q. Polni komissiya olib, o'tkazmada ham komissiya olib yotibdi. O'sha uchun salon kart juda ham hozir udobni bo'lib turibdi banklar orasida. Ancha zo'r. Xo'p, bu bitta katta bir foydali tarafi. Ana endi yana bitta foydali tarafi bor. Sizni o'sha salom kartangizda aytaylik 100 ming so'mdan ko'p mablag' turadigan bo'lsa, yillik do'stlar 12% gacha sizga nima deydi? Pul ishlab boraveradi. Siz uni biron joyga olib bo'lmaydigan qilib yoki oladigan qilib omonat qilishingiz shart emas. Salom kartni o'zida eng minimal, ya'ni eng kami 100 ming so'm pul turadigan bo'lsa, yilliga 12% dan hisoblab boraveradi. Buni oyma-oy tashlaydi. Ya'ni buni ham o'sha aytaylik fevral oyida aytaylik ichida 100 ming so'mdan ko'p pul bor. O'shani bunisi kelasi oy mart oyining 10-sanasigacha o'sha necha kun turgan, qancha mablag' turgan, polni hisob-kitob qilib ular kartangizga pul ko'rinishida tashab beradi, добавка, bonus deb o'zi keladi u narsa. Xo'p. Bu ham bir katta afzallik. 12%. Endi agarda siz bir yilda 10 million so'm pul kartangizda turadigan bo'lsa, 1 million 200 ming so'm sizga doxod olib keladi. Hech qanaqa biron joyga omonatga aytib qo'yish shart emas, olayotgan yo olib bo'lmaydigan qilib, shunchaki kartangizga shu salom kartga yig'ilib boraveradi. Ishlataverasiz xohlagan payt hech qanday nimasiz sizga 12% добавка pul ishlab boraveradi. Buni har oyma-oy tashab beradi u sizga. O'ta bu ham bir zo'r narsa. Ili karta da xarid qilganingizda ham 1% o'zini doimiy cashbacki bor. Ili o'zini salom kartni o'sha TBC bank o'zini hamkorlari bor. O'sha hamkorlardan foydalanib to'lov qilganingizda 20% gacha cashback olishingiz mumkin bo'ladi. Yana u o'zini hamkorlari bor. Ular endi TBC bankda barcha ma'lumotlar bor. Buni ham bir ko'rib o'tsangizlar bo'ladi. Juda foydali. 12% har oyma-oy tashab boradi. Haqqoniy o'zimga ham tushib turadi. Ja ko'p emas menga ham, lekin shu 20 ming bo'yoq tushadi, 20 ming 10 mingdan 50 minggacha tushgan. Pul tursa bunga hech qanday nima bo'lmaydi. Zarar yo'q, nabarot foyda bu. Ili o'sha aytib o'tganimdek, oylik oladigan kartangiz boshqa bo'lishi mumkin. Ipoteka bo'lishi mumkin. Endi bu Xalq banki bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. O'sha kartadan bu kartaga shunday o'tkazib olasizlar. O'sha aytib o'tganimdek Paynet ilovasi, Payme emas, Paynet oxiridagi T. Paynet ilovasida har oy 3 million so'mgacha befoiz o'tkazishga beradi. O'shandan sira o'tkazib olsangizlar bo'ladi. 5 million oylik olsangizlar, 3 millionni salom kartaga tashab qo'yasizlar. Kerak bo'lgancha 2 million so'mni naqd qilib olib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Yoki naqd qilmoqchi bo'lsangizlar ham baribir salom kartadan yechsangizlar, komissiyani bo'yiga qaytarib beradi. Juda ham manfaatli-da. Juda foydali taraflari bor. Xo'p, kartadagi monitoringni bemalol o'zingiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hech qanday ba'zi nimalarga o'xshab pulli emas. Karta o'ziniki bo'lganligi sababli bemalol kartani tarixiga o'sha o'tasiz. Qancha tushum bo'lgan, qancha ketgan, qancha cashbacklar tushgan, barcha ma'lumotlarni beradi sizlarga. Hammasi juda oson do'stlar. Juda ham zo'r karta.
tavsiya berib qolaman. Bemalol olib foydalaninglar. Xo'p, zakaz berish uchun albatta havola qoldirildi. Promo kod bor mana do'stlar, bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Tekinga kerak bo'lsa, agar Toshkent shahri bo'ladigan bo'lsa, uyingizgacha kuryer yetkazib beradi kartani. Agar viloyat bo'lsa, uni o'zingiz o'sha topshirish punktidan, ya'ni TBC bank ofisidan olib ketishingiz kerak bo'ladi. Juda qulayliklar ko'p. Borasiz, bitta konvertchada o'sha kartamni upakovka qilingan, uni ochib olasiz, kartani olasiz, o'sha telefonga faollashtirish degan yozuv chiqib turadi o'zi ilovasida. Faollashtirish ustiga bosasiz, kartani oldim degan yozuvni bosasiz, keyin nima qilishni aytadi sizga. Karta raqamini to'liq kirit deydi. Muddatini kirit deydi. Bitta kod boradi, kodni kiritaverasiz. 1 soatdan keyin deydi bemalol ishlatib kartani. Xohlagan joyga ishlataverasiz. Juda ham zo'r karta. Xo'p, keyingi yo'nalishimiz bu salon kartni tugatdik. Yana endi Osmon kartasi. TBC bankning Osmon kartasi. Xo'p. Bu endi nima desa bo'ladi? Bu kredit karta hisoblanadi do'stlar. Kredit karta, kredit degan narsani o'zi ko'pchilik biladi, bir adashgan narsa hisoblanadi, lekin endi bu kredit karta, buni chet el kinolarida ko'p ko'rgansizlar. Ayniqsa Amerika kinolarida kredit karta, palon, tugun degan bu gaplarni ko'p eshitgansizlar. Endi O'zbekistonga ham bu kartalar kirib keldi. Ayniqsa mana TBC bankdan bemalol zakaz bersangizlar bo'ladi. Bu ham xuddi shunday tekinga keladi. Hech qanday nimasizlar. Qiyinchiliklarsiz. Va bu yerda sizga limit beradi bank. Aytaylik, men o'zim zakaz qildim Osmon kartni. Men bir 500 ming so'm limit so'radim. Bilmayman, bular ham o'z jo'nay tegib o'tirgan ekanmi? 5 million limit berib yubordi. Salon kartani ichida 5 million so'm puli bor. Uni yaxshi tarafi, aytaylik, kimdadir oyni boshida tushadi, oyning oxirida уже yaxtak qolmaydi. Endi mana bir joy keladi, uyga nimadir olish kerak, boshqa qilish kerak, pul yo'q. O'sha taqdirda mana bu kartani ishlatsangizlar, Osmon kartni, kredit kartani, bu 55 kungacha foiz olmaydi. Havas, korzinka, mikro, makro, balobatlar do'konlardan bemalol terminal o'zidan ham savdo qilsangizlar ham bo'laveradi, farqi yo'q. Bemalol o'sha to'lov qilasizlar. 55 kungacha foiz olmaydi sizlar. Endi 55 kunga cho'zish kerak emasda, mana oyni boshiga oyliklar tushadi. Oyni boshidan bir hafta 10 kun oldin mavjud mana shu kerak bo'lib qoladi, zaruriyat sabab mana shundan 100 ming, 200 ming, 500 ming, 1 milliongacha bemalol sarflagan holatda keyinchalik oylik tushgan taqdirda siz buni yopaversangizlar, hech qanday muammo bo'lmaydi. Juda ham zo'r qulayligi bor. Kredit kartada bu. Hozir agar o'sha kredit karta yo'q, pulim qolmadi, kimdandir qarz so'rash kerak. Endi zo'r emasda qarz so'rasham. Yoki kredit olish kerak. Bu kredit olish uchun u skoring qiladi, balo qiladi, tekshiradi, MyGo'dan o'tasiz, kutasiz, yoki sizga telefon qilish kerak, yoki siz telefon qilishingiz kerak, rozilik bildirishingiz kerak. Buni ham qilish kerak, buni ham qilish kerak. Xullas, onlayn kredit olishda o'zi bir azob bo'lib ketadi. Ham hozir bir sal boshqacha bir paytda yuribmiz o'zi. Tinchgina ana shu kredit kartasini shunday olib, fonni MyGo'dan o'zi kredit, boshqa kreditlarga zapret berib yuborishingiz kerak. Xo'p, ana shunday joylari bor, foydali tarafi shu. Lekin agar buni naqd pul qilib olmoqchi bo'lsangizlar, lekin bu xato do'stlar. Endi agar bir o'zlaringizni bir do'kon-po'konlaringiz bo'lmasa, terminallar sekingina olmasangizlar, buni bankomatdan pul qilib yechib olmoqchi bo'lsangizlar, lekin uni komissiyasi baland do'stlar. Kunlik-kunlik ham solib oladilar, o'sha uchun naqd pul qilib ishlashni tavsiya bermayman bu kartadagi pulni. Lekin o'sha aytib o'tganimdek, oyning oxirida mana bir zarur bo'lgan paytda ma'lum bir ehtiyojlarga ma'lum bir miqdorda foydalansangizlar, oylik tushgandan so'ng sirazi pul joyiga qo'yib qo'ysangizlar, 55 kungacha ligotasi bor-da, buni 55 kungacha bemalol befoiz foydalansangizlar bo'ladi.
sразу joyiga solib qo'yasizlar, hech qanday muammo bo'lmaydi. Hech qanday. O'ta go'zal-da bu. Bunaqa sharoit holi O'zbekistonda bo'ldi. Bilmadim. Lekin mana shunaqa imkoniyatlar bor. Kerak paytda, zarur paytda ishlatilsa bo'ladi. Xo'p. Boshqa ba'zi bir banklarda ham chiqqan. Ular haqida hozircha aniq ma'lumotlar to'plaganim yo'q. O'zim bilganim, o'zim foydalanib keladiganlarimdan ko'rsatyapman. Agar shu davlat ishida ishlasangiz, ma'lum bir aniq oylik standarti bo'ladigan bo'lsa, sizga juda ham ko'p ajratishi ham mumkin. Aytaylik, men hozir menga 5 million ajratgan bo'lsa, o'zi oylik doxod 3 da o'sha hisobidan bizga 5 ajratgan. Joyi kelganda kerak bo'lyapti. Shu oyda oxirida bunday pul qolmagan paytda 100 ming, 200 ming, 300 ming shu havas korzinka shunga o'xshagan joylardan bunday bir narsa xarid qilaman. Oylik tushdi sразу yopaman tam. Kartani o'ziga shunday o'tkazasiz, ichki o'tkazma, o'sha TBC bankning o'zidan shunday o'tkazasiz, tamom. Fonini tarixi yoniq turibdi Osmon kartni. Qaysi kun, qaysi vaqtda даже o'sha korzinkadan narsa xarid qilsam, Anglis food deb chiqib turadi. Necha so'mgacha xarid qilingan, necha kun o'tdi, o'sha barcha ma'lumot oyning 18ida tashlanadi PDF qilib. PDF emas, o'sha ilovaga PDF ko'rinishida tashlanadi. Ya'ni siz ishlatgan bo'lsangiz, mana shuncha ishlatgansiz. Mana hali shuncha vaqti bor, bemalol nima qilsangiz bo'ladi. To'lamasangiz 55 kungacha undan o'g'iga qittiqda bunday qanchadir foizcha ishlab boraveradi-da. Strashniy emas u, lekin shu 55 kun endi kichkina kun emasda, 1 oy ziyod. Qarab endi 1,5 oy ziyodroq-da, 1,5 oy ziyodroq. Endi uni absolyut bunday ishlatganingiz joyiga qo'ysangiz bo'ladi-da, oylikni o'zidan siradi. Xo'p, bu kartani ham tavsiya beraman, bu moliyaviy yoki boshqa maslahat emas, maslahatlar pullik do'stlar. Ular uchun maslahatlarni bermaymiz. Xo'p, tavsiya, bemalol salom kart. Pulingiz turgani uchun ham sizga doxod olib keladi. Bankomatdan pul yechishga foizni qaytaradi. Yana boshqa afzalliklari juda ham ko'p. Tekinga Toshkent shahrida bo'lsangiz, uyingizgacha yetkazib beradi kuryer. Agar viloyatlarda bo'lsangiz, eng yaqin topshirish punkti, ya'ni shu TBC bank ofisigacha yetkazib beriladi. Osmon kart ham xuddi shunday uyingizgacha keladi. Bitta sizni skoring qilib oladi mana bu avvalo. O'sha bu xuddi nima deydi? Kredit olganda-yu, lekin unaqa emas. Bu kartada turadi-da, bu kartada turgani uchun siz hech qanaqa pul to'lamaysiz. Shu o'zidan ma'lum bir savdo nimalarida foydalansangiz ham 55 kungacha pul to'lamaysiz ishlatganingiz uchun. Bu вообще bir tarafdan zo'r narsa-da. Bundan foydalansa bo'ladi. Bu salom kartasi ham вообще zo'r. Pullarni olib qo'ying. Bu kerak bo'ladi bu kartalar. Buni уже ko'pchilik bilyapti, ko'pchilik foydalanyapti. Salom karta уже ko'pchilikda bor, juda ham ko'pchilikda. Osmon karta ham уже ko'pchilikda men ko'ryapman. Foydali karta. Ya'ni mana bu narsani birinchi varianti bu Ava bankda bor edi. Ava bank chiqdi-ku, sirrazi hammaga limit ajratib tashladi. Limitni kartaga o'tkazib olganlar yutqazdi. Sababi pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, 1000 so'm o'tkazsangiz ham bir 50 ming nimasi bor-da, uni ichiga alov to'lovi bor. Undan tashqari yana dabavka juda katta foiz bor. Lekin o'sha Ava kartasini olsangiz ham tam 30 kungacha ham 45 kungacha ham befoiz ishlasangiz bo'ladi edi. Lekin Ava bankdan ko'ra mana bu ancha foizi kam, boshqa juda afzalliklarga boy karta ekan Osmon kart. Sababi raqobat borda. Raqobat borligi uchun shunaqa nima deydi? Top burilishlar bo'lib turadi-da, bo'lmasa top burilishlar ham bilmayman, 55 kungacha. Bemalol Osmon kartdan foydalansangiz bo'ladi. Biz Ava bank ham bor, lekin u sal mazasi yo'q. Ana shu ikkita karta juda foydali karta do'stlar.
Xo'p do'stlar, hammaga rahmat. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Videomiz kengroq tarqalishi uchun albatta layk bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Bundan keyingi bundan foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa albatta obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.